Assalomu alaykum. Lekin sho'rva kanali hurmatli obunachilari, akalar, ukalar tushunmisizlar? Hop, bugungi sanamiz Xudo xolasa 10-kun 04-oy aprel, ya'ni aprel 2025-yil. Bugungi video obzorim Farg'ona viloyati Farg'ona tumani avvalida bo'ladi. Sementalni olgan edik, qiziqishga boqilyapti. Akalar, ukalar o'zgarganmi, o'zgarmaganmi aytib o'tib ketasizlar. Videolarni xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ysangiz, videolar nima deydi, prosmotri ko'p bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike. Kanalimga yangilar obuna bo'lib qo'ysangiz, haftada bir marta, 2 marta video chiqarib turaman. Akalar, o'zlaring baho berasizlar. Semental gibridmi? Semental gibrid. Novosimiz ancha kichkina edi. Xudo xolasa buni o'g'lab netdik. Yana kundan kunga ochilyapti bu mol. O'zgarganmi, o'zgarmaganmi aytib o'tib ketsangiz yaxshi bo'ladi akalar. Hop, bu novosimizga endi 1 oy 2 kunlik bo'ldi. G'alati-yu, endi aytib o'tib ketaman, 1 oy 2 kun. 8-da 1 oylik bo'ldi. Bunaqa bellari nima deydi, nimasini maytini aytadi-ku. Maytini aytadi-yu, nima deydi, kuray deydimi, nima deydi, yelka yordi deydi-yu. Yelkalarni yordi. Shunaqa gaplar kelar. Taylarga yetavermay qo'yaverasizlar. Tayni endi kech qarovda bir qator tozalanadi. Orqalari, oldi orqasida pachka mol. Puchbas. Buni endi bu novosimizni suvlantirib yubordik. Suvlantirdik. Selos berib, 1 oy selos beribman. 1 oy ichida yegan bo'lsa 600 minglik yem yedi 1 oy. O'ziga keltirib 1 oy selosda boqdim. Endi bunga o'zimiz retseptga o'tdik. Kechirasizlar, retsept. Atalamiz akalar, ukalar. Buning ichida aytib o'tib ketaman hozir nima borligini. Xato ko'rib hozir 3-4 kundan beri mana shunaqa beryapman. Buning ichida akalar chigit bor. Bu necha foizli chigit bilmayman, chigit bor ichida, atalan ichida. Xo'p, endi akalar yemga o'tamiz. Qanday pishirib beryapman o'shanga. Hech bo'lmashda bir mana shunaqada, mana shunaqani cho'mishdan shunaqa qilib un beraman. Yarim cho'mich chiqadi. Yarim cho'michdan balandroq ekan. Keyin bu ikkinchi sort unimiz. 3,5 mingdan kilosini oldim. Makka. Bu ham Makkani uni. Drabilkada o'tkazilgan. Holatni 5 mingdan oldim. Yemlar ham qimmat bo'lib ketdi. Mani kanalimda arzon usullar hali ham davom etmoqda. Mana shu cho'michda yarim cho'mich kepek. Atalani qo'yoqlashtirib beradi. Ozgina bo'lsa ham. Nimasi yo'qmi? Atalancha qo'yoqlashtirib beradi. 1,5 cho'mich bo'lyapti. Bu yarim cho'mich, bu yarim cho'mich, bu yarim cho'mich. Bitta jo'mga tashaladi. Bir qator aralashtirib oladi shu cho'lasini.
Keyin bir siqimcha tuz tashlab turib, o'zatdilar qozonni ko'rsataman. Mana kelar, bu yoqda ham ertalabiga atalamiz. Bir 3 oycha molni suvlantirib turamiz endi. O'ziga keltirib. Mana shu qozon chiqsa bir 30 litrcha chiqib qolsa kerak. Shu qozon 30 litr bo'lib qolsa kerak. Bundan pastroqdir yana bilmadim. Bitta qaynatib beramiz. Qaynataman. Bu menga akalar hech qancha tushmayapti. Hisob kitobini qilib ko'rdim. Hech qancha tushmadi. Yatgan bo'lsa bir kuniga bir atalani 5000-6000 atrofida aylanyapti. Mana shu yemlar. Uchalayim o'sha kilosiga aralashtirma qilganda shunaqa aylanyapti. Xo'p, endi mana akalar buni 50 mingga oldim, buni 50 mingga oldim. Bir qop kepek 85 ming bilasizlar. Bu menga bir где-то bir 15 kun 10 kunlarga yetadi. O'zidan hisob kitob qilaverasizlar. Yarim jomdan ichi o'tkazib solib beraman. Oltida beriladi ham. Shuni ham ko'rsatib o'tib ketamiz bo'lsa. Atalar qarayapti. Hech yet o'sha paytda olib qo'yganim uchun sentyabr emas. Dekabrda olganman, yanvarda olganman. Yanvar va dekabrda olib qo'yganman. 3200 dan bo'lgan qop, 3200 dan qop tushgan kilosi 3200. Bitta qopida 35 kilo bo'lgan. Kilosini ham aytib ketaman. Pulini ham sirbas 135 mingga oldim-da. Shunaqa akalar. Davosga bir baho berib qo'yinglar. Oxirlan yalab qo'yapman, somon tashlayapman. Selosni men chiqarib tashladim. Selos endi abetda tashlagim kelsa tashlab beraman. O'shanga somonni yeb yotadi. O'shangacha kechqurungacha somonni yeb yotadi. Somon to'ldirib tashlab qo'yaman. Ko'rasizlar, somonni yeb qo'yibdi. Tuzi bor yalab turadi-ku. Kelar shunday gaplar. Super. Yangilik ham bo'laveradi. 3 oycha, 2 oy 3 oy berib turamiz. O'sha atalardan o'ziga keltirib olish uchun. O'stirib netadi, atalang yesa bilasizlar, o'zlaring. Buni ichida men xoram hech yem tashlamaganman. Un bor, ikkinchi sort un. Bitta makkani uni. Kepek, chigit. Bo'ldi. Boshqa hech nima yo'q. Bitta qaynatib qo'yaman, 2 mahal ketyapti. Davosda olganimizga bir oy bo'lgan bo'lsa, bir baho beraverasizlar, o'sibdimi, o'smabdimi. Men oldi yurganim uchun bilmayapman. O'sganmi, o'smaganmi bilmayapman. O'zgarganmi, o'zgarmaganmi bilmayapman. O'shaning uchun aytib qo'yasizlar. Avval-chepcha o'zgargan ko'rindi ko'zimga. Tagiga yetib olmay qo'yaverasizlar. Tagini endi tortaman. Yorug'da video qilib qo'ydim. Kanalimda bor. Olib qaysi kunigacha olganim bor. Olib kelib paylaganimgacha bor. Yangilar o'tib ko'ringlar. Kanalga yangilar video qilganman, o'tib ko'rsating. Bir oy oldingisini. Bitta juni to'kilmagan edi, hozir junlar to'kilib qoldi. O'ziga kelib qoldi. Bular endi akalar yeb tursa o'zgaraverar ekanda. Yomonlashmas, jaydarlar ham yaxshi.
Bular yeb turish kerak ekan. Hazm qilib ko'rshab yotibdi. Ertalab yegan yemlarini, somonlarini. Shunaqa gaplar kelar. Baho beraverasizlar. Endi akalar bir ro'para bir 8-maylarga obzor qilamiz. Qana o'zgargan 2 oyda. Yana bir oyda qana o'zgardi. Hozircha shu yemlarimiz umuman mana atalab bor, cho'tki bo'ldi. Issiqqina yeb tursa mol o'zgaraveradi, bilasizlar. Ko'p bergan matalarni bu 1-2 kundan beri qilayotgan basmanda atalarni. Xo'ram hech narsalar bermay keladi, molga yaxshi narsa berish kerak. Molam endi tili zvoni yo'q, ongi yo'q, prosta molda. Prosta mol. Tili zvoni ongi yo'q. Odam singari demayman-u. Sifatli yaxshi narsa berish kerak edi. Kasal bo'lsa yaxshilab qarash kerak. Bular ham o'ksinadi, xafa bo'ladi akalar. Xo'p, endi akalar, videoga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Gruppalarga podpis qo'ysanlar yaxshi bo'ladi. Iloji boricha yana atrofdan mol chiqarishga harakat qilaman. Hech kim bo'pti demayapti-da, o'shaning uchun video qilmayapman. Molni olaylik deyapman. Shu qo'shnilarimga va boshqalarga yemlash qanday yemlarni berayotgan sirlari o'shalarni video qilaylik deyapman qo'shnilarimga. Keling qo'ying, nima qilmayin deyapti. Bo'pti deb qo'yaverayapman. Nima deymiz endi, mol o'zlariniki. Yana chiqib qolsa, yana yemlash sirlari, kattani bo'lsa yemlash sirlari haqida video qilaman. Kelar, videolarimizni xato va kamchilik bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Tagiga e'tibor berib qo'yaverasizlar. Videolarni yoqayotgan bo'lsa like bosib tursalaring, cho'tki bo'ladi. Ro'parasi 8-maylarga ko'rishguncha deb qolamiz. Yana orada video qilaman. Bunda qana o'zgargan qilib. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Ko'rishguncha.